605A. Paka ultra звуковойda yuvib bo'ldik, toza bo'ldi. Xudo xolasa mana ishlab yotibdi, yaxshi. Настройкалari ham вообще ko'p ekan, yaxshi ekan anchagina. Hamma narsani aytdi o'zi avtomatik rejim, ya'ni o'sha o'zimizda mashinada yo'lda bo'ladigan situatsiyalarni qilib beradigan narsalari, hamma nimalari, mana bu reykalari, вообще hammasi yaxshi. Birga bir tushyapti. Tak, ozgina ham chiskadan chiqdi. Xudo xolasa mana mashitlarimiz qop-qora nagar edi mana. Tozagina bo'lib qoldi. Bitta perihodliklari ham, nimalari hammasi yaxshi ish beryapti. G'ayrat akadan oluvdik shuni. Toshkentdan nima qilib. Aka yaxshi, Xudoga shukr, ish bo'lyapti, hammasi zo'r. Tavsiya qilaman. 6 ta Captiva'larni ham kelganda o'sha bittada 4 ta, keyin yana 2 ta qilib yarim soat sarflamay o'sha mana 2 ta paka zapas stekerimiz turibdi. Bular zapas olib qo'yganmiz 5.6-siga. Bular ham ish beryapti Captiva nimalarga, o'sha 6 silindrlilarga. Davleniyalarimizda ham yaxshi. Injektor polniy оборотda ishlayotgan payti ham polniy qilganimizda где-то 1 ni ko'tarib beryapti normalniy. Tavsiya qilamiz, yaxshi narsa.